Bu surxondaryoliklarni imminni denovliklarni o'zi to'xtatib bo'ladimi, yo'qmi do'stlar? Denovliklar yashavorsin, bugun yana ajoyib bitta yangi ishga qo'l urishdi. Denovda qoq markazi Sharq City Mall degan katta majmuaga ko'zimiz tushgandir. Denovda ko'rik hisoblanadi do'stlar. O'sha majmuaning 3-qavatida Jasur Barber jamoasi bolajonlarda, ya'ni denovlik baxtli bolajonlar uchun ajoyib sartaroshxonaga asos soldi desak ham adashmaymiz do'stlar. Ushbu bolajonlar uchun ishlab chiqarilgan barber shopimizda barcha qulayliklar farzandlaringiz uchun shay holatda keltirib qo'yilgan. Yoshligimizda biz stolda o'tirib soch oldirardik. Endi mandaqa mashinalarda 7 uxlab tushimizga ham do'stlar kirmagan desak adashmaymiz. Sabab farzandlarimiz ana shunaqa geliklarda, mazaratilarda o'tirib mazza qilib sochlarini oldirib, undan tashqari o'zimiz tabiiy ishlab chiqqan soklarimiz, detokslarimiz, sendvichlarimizni bemalol o'tirib tanovul qilishsa bo'ladi. Kutish zonasi ham ajoyib tarzda bezatib qo'yilgan. Undan tashqari nafaqat bizda yosh bolalar jonlar uchun, balkim katta mujiklar uchun ham ajoyib tarzda barber shopimiz mavjud. Hozir bu haqida ham ozroq gapirib berib o'taman. Hokimiyat yo'nalishidan Gulistonga yuraverishda Yevroziya mehmonxonasiga yetmasdan ro'paradagi o'ng tarafdagi karmashkaga do'stlar kirib olamiz. Karmashkadan bir 100 metr yurganimizda Valya Jasur Barber Shop'ning katta filialiga xush kelibsiz do'stlar. Ko'rib turishimiz mumkin, bu dargohda ajoyib professionallar o'z faoliyatini olib borishadi. Barcha professionallarda suroglar, ya'ni 15 yilgacha tajribaga ega bo'lgan barberlar bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz do'stlar. Klientlar uchun barcha shart-sharoitlar tayyor. O'zimiz ishlab chiqqan detokslar, suvlar, kutish zallari, televizor deymizmi, xullas kalom sizni barcha injiqliklaringizni ko'tara oladigan komandamiz mavjud. Massajni kreslodan tortib, professionallar barberlar jamoasidan, undan tashqari esa shogirdlarimiz ham pashti professional desak ham adashmaymiz. Yuqorida top barberlar, bu esa meni ajoyib o'zimda VIP kabinam. Bu haqida juda ham ko'p orzu qilganman klientlarimda. Mana shu kabinamda o'tirib, mazza qilib sochlari, imijlarini, yuzlarini chiska qilib kosmetologik protseduralardan so'ng zalimiz bo'ylab kuzatib qo'yishimiz ham oson bo'ladi. Ro'za oylarida hozir hech narsa bermayapmiz-ku, lekin ro'za emas paytlari klientlarimiz uchun albatta kofe, suvlar tashkil qilingan. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrining qoq markazida joylashgan do'stlar.